Dashko'li City'dan Javoxona masjididan shunday 200 metr, 300 metr o'tganingizda uchastkamiz sotuvga chiqarildi. Oldida ariqlar bor, katta yo'lli bo'yida. Shunday chap qo'lda 3-Gulzor ko'cha. Yana aniq lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. 5 xona tayyor qurib bitkazib qo'yilgan 4 sotuvli uchastkamizni birgalikda obzor qilamiz. Aytganimizda yo'l yuzdan kirib kelishingizda 50 metr ichkari kirasiz xolos. Mana uchastkamizni ko'ramiz. Ichkariga bitta kiramiz. Bismillah. Kirishingizga bu tomonga 2 xona koridor bilan yangi qurib bitkazib tayyor qilib qo'yilgan sovuqdan chiqqan o'zini огорodi. Mana bir boshdan. Bu tomonda bitta xonamiz bor, zal. Отделкаdan ham chiqarib qo'yilgan. Mana hojatxonasi va yana bitta xonasi. Bu xonamizda o'ziga sanuzellar qurib tashab ketilgan, bir qator отделка qo'yilsa bo'ldi. Böyle oyvon qilib qurib qo'yishgan. Shuni oldin to'svasani yana bitta xona qilib foydalansa ham bo'laveradi. Mana tonor xonalari. Ushbu 4 sotuvli uchastkamizda xudo xolasa bu uchastkalarda gazlar yo'q, lekin suv, svetlardan muammosi yo'q, zak yo'q ekan. Qulay lokatsiyada, juda ham shinam bo'lgan lokatsiyada joylashgan ushbu uchastkamizni xudo xolasa sizlar uchun 35 ming dollarga baholandi. Kimga qiziq bo'lsa, egalar nomerlarini pastda qoldiramiz, bemalol aloqa chiqsani bo'laveradi. Sunnatiga o'tib beradigan joyi bor. Like bo'lsa, podpiska bosib ketishingizdan chiqmasin.